Messi maydonda amalga oshira olmaydigan biror bir ishi yo'q. Uning mislsiz iste'dodini tan olmagan insonni topish ham oson bo'lmasa kerak. Lekin negadir undan doim nimanidir isbotlashni talab qilaveradilar. Avvalgi uning Xavi va Iniestasiz hech kim ekanini iddao qilganlar, keyinroq Messi sheriklarsiz o'z buyukligini namoyish qilavergani sari boshqa narsani, ya'ni jahon chempioni bo'lishni, Maradonadan zo'r ekanini isbotlashni talab qila boshladilar. Axir dunyo qanchalab jahon chempioni bo'la olmagan buyuklarni qabul qilgan, olqishlagan, haligacha eslab yuradi. Messining aybi nima? To'p bilan har qanday raqibni yosh bola qilib tashlaydigan Messining o'zi negadir doim qarshimizda yosh boladek. Futbol olamidagi buyuk shaxsiyatlarning bir qatorida turishga unga nimadir yetishmayotgandek. Shunday emasmi?